Orqamdagi Termitaj ko'liga Toshkentdan mani mashinam Trailblazer necha litr propan ketadi? Polniy bak propan qilamiz. 3 kundan keyin qaytamiz biz va shu yerda yana polniy qilamiz va necha litr propan ketganini ko'ramiz. 32,5 litr kirdi. Juda bor edi o'zi. Ana endi akalarga rahmat. Biz qaytib kelamiz juma kuni o'tdi. Yo'limiz ancha uzoq, shunga bitta enerji olib chiqib ketamiz. Termitaj ko'li Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Oqqayin vodiysida joylashgan. Toshkentdan ko'lgacha 200 km. Oqqayinga faqat yo'l talamas mashinada borsa bo'ladi. Yo'llarimiz dabdala, bavonlarni ta'mini tushirib olamiz. Lekin borishga arziydigan joy. Oqqayinga borganingizda xuddi boshqa dunyoga tushib qolgan bo'lasiz. Bu yerdagi tabiat va muhitni O'zbekistonda boshqa hech qayerda uchratmaysiz. Suvni o'rtasida o'sib turgan daraxtlarning hammasi Oqqayin daraxtlari. Videoni boshida aytganimdek, yo'llari ancha uzoq va ancha qiyin. Shunga enerji ichishni hozir ayni payti. Sababi esa ko'lgacha endi piyoda yuramiz. Mashinadan ko'lgacha 7 km. Gohida osmon ko'prikdan, gohida esa suvdan o'tishga to'g'ri keladi. Va nihoyat o'sha mashhur Termitaj ko'liga yetib keldik. Suvni rangiga alohida e'tibor qaratinglar. Xuddi tagidan kimdir fosfor yoqib turgandek. Aytgancha, bu yerga kelish uchun sizda maxsus ruxsatnoma bo'lishi shart. Chunki bu yerda shunday yoqda Qirg'iziston. Palatkani yerga qo'yamiz hozir. Qanaqa ekan akalar orqa fon? Go'zal joyda yotib qolamiz. Endi esa propan mavzusiga qaytamiz. Xuddi o'sha zapravkaga kelib, polniy bak qildik. 62 litr ketdi. Propanning rasxodi haqida to'liq ma'lumotni videoni tagiga yozib qoldiraman. O'zingizni va tabiatni asrang.